Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashratul anbiya'i mursalin va ala alihi va ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo Hazrati Odam va Havvo onani jannatda yashab turib bajargan xatolaridan keyin yer yuziga tushirgach, ulardan ko'plab o'g'il va qizlarni dunyoga keltirdi. Va ana shu dunyoga kelgan farzandlarining ichida eng birinchisi esa mana hammamiz bilamiz Qobil va Hobil edi. Ana shu Odam va Havvo onaning farzandlari bo'lgan Qobil va Hobil qissasini birodarlar, Alloh taolo bejizga Qur'onda zikr qilmagan. Nimaga? Mo'minlarga ibrat va namuna bo'lishligi uchun. Bu ibratni eng birinchisi esa muhtaram azizlar, insoniyatning ikkiga ajralishidir. Va yer yuzida qotillik sabab inson bolasini qoni to'kilishidir. Hamda har qaysi osiy bo'lgan farzandni o'zining otasiga qarshi chiqishi, itoatsizligi va bo'ysunmasligi ana shu Qobildan meros bo'lib qolgan amal hisoblanadi. Chunki yuqoridagi barcha gunohlarni eng birinchi bo'lib mana shu Qobil bajargan edi. Ukasini qotiliga aylanib birinchi bor jinoyat qilgan ham, o'sha qotillikdan keyin otasini qaroriga qarshi chiqib, singlisini olib qochgan ham va mana shu ishi bilan insoniyatni ikkiga ajratgan ham Qobil edi azizlar. Endi Qobildan tarqalgan zo'riyotlar ham yer yuzida ilk marotaba zinoga qo'l urishdi. Va qanaqangi munkir, nakir, fisq, fijrga to'lgan amallar bo'lsa, ana shu Qobil zo'riyotlari tarafidan yer yuziga kirib keldi. Sababi nimada? Sababi oddiy birodarlar. Ilmsizlikdan bo'ldi. Chunki bularning ichida tavhidga da'vat qiladigan, Alloh taoloni eslatib turadigan, nima halol, nima harom ekanligini o'rgatib turadigan inson yo'q edi. Payg'ambarlar birodarlar bekordan bekorga chiqmagan. Va inson bolasini ichidan Alloh payg'ambar chiqargan. Shu insonlar tilida gapirsin, atrofidagilar tushunsin uni deya. Ilmsiz qolgan har qaysi qavm borki zalolatga botgan. Endi mana shu payg'ambarlar haqida qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, bularni eng birinchisi va insoniyatning ilk otasi hisoblangan Hazrati Odam alayhissalom yashab o'tgandan keyin ularning o'rniga mana aytdik Shis hibatulloh ne'matulloh payg'ambar bo'lib keladi. Va lekin Shis alayhissalomning ismlari muborak Qur'onda zikr qilinmaydi. Sahobalarning eng ulug'laridan hisoblangan Abu Zar G'ifforiydan qilingan rivoyatda kunlarni birida men janobi Rasulullohdan: "Ya Rasululloh, dunyoda yashab o'tgan payg'ambarlar soni nechta?" deb so'radim. Va Rasululloh dedilarki, ular 124 mingdan oshiqroq bo'lgan. Bularning ichida 313 dan ko'prog'i rasul edi deya zikr qilinadi. Rasul bilan birodarlar nabiyning farqi bor. Ba'zi payg'ambarlar ham nabiy hamda rasul bo'lgan, xuddi Hazrati Odam alayhissalom kabi. Endi rasul degani o'ziga alohida shariat, kitob nozil bo'lgan. O'zidan oldingi payg'ambarning shariatini davom ettirmagan. Nabiy degani esa o'zidan oldin kelgan payg'ambarning shariatini davom ettirgan. Alohida o'zi uchun shariat, kitob nozil bo'lmagan. Xuddi Shis alayhissalom kabi. Chunki Alloh taolo Hazrati Odam davrida 100 ta sahifalik kitob nozil qilgan. Ba'zi manbalarda bu kitob suhuf deya nomlangan va mana shu 100 ta sahifalik kitobni 50 tasi Shisga nozil bo'lgan. Bundan ko'rinadiki, Shis alayhissalom otasi Odamga nozil bo'lib boshlangan shariatni davom ettirib nabiy bo'lgan. Hazrati Shisdan keyin birodarlar bir muddat yer yuzida podshohlik davri hukm surgan. Va ana shu podshohlik davrida yer yuzida ilk marotaba ikkita shahar barpo etilgan. Bularning bittasi hozirgi Iroq diyorlari,
ya'ni Bobil shahri insho etilgan. Hazrati Odam va bugungi mavzuyimiz qahramoni bo'lmish Hazrati Idris alayhissalomgacha salkam 1440 yil vaqt o'tgan bo'lsa, bu vaqtga kelib sohildagi Qobil zo'riyotlari o'ta haddidan oshgan, johiliyat botqog'iga botgan, yer yuzida nohaq qonlar to'kib, har turli gunohu kabiralarga qo'l urayotgan qavmga aylanib bo'lishgan edi. Alloh subhanahu va taologa birodarlar, sabr bobida teng keladigani yo'q. Butun koinot va mol mulkni egasi bo'lgan Alloh Qobil zo'riyotlari uchun ham tanlash imkoniyatini berdi. 1440 yil mobaynida bu qavm uchun to'g'ri yo'lni tanlashga imkoniyat bor edi. Chunki Alloh bularni yonida o'z payg'ambarlarini yashatdi. Mana insoniyat Hazrati Odam zamonida ikkiga ajralgan bo'lsa, Odamdan keyin Shis alayhissalom payg'ambar bo'ldi va shu qavmni yonida yashadi bular. Endi Alloh taoloni birodarlar qanchalik o'z bandalariga rahmdil va oqko'ngil ekanligini qarangki, bu Qobil zo'riyotlari 1440 yil mobaynida yer yuzida Allohning dunyosida har qanday gunoh ishlarni bajarmasin, yana shu qavmga oxirgi imkoniyatni berish uchun Robbul alamin endi bu safar Idris alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Hazrati Idris ibn Yorud ibn Shis ibn Odam deya zikr qilinadi. Hazrati Idris alayhissalom birodarlar Bobilda o'sib, ulg'ayib, payg'ambarlikni olgach, Alloh taoloni tamoman esdan chiqarib, johiliyat botqog'iga botib qolgan Qobil zo'riyotlariga chin e'tiqodni singdirish va yolg'iz Allohga ibodat qilishlarini aytib, ularni hidoyatga da'vat qiladi. Lekin ming afsuski, ana shu Qobil zo'riyotlari esa pok Parvardigorini yuborgan payg'ambarini rad qilishib, o'zlari bilgan, fahshga to'lgan yo'lda davom etishadi. Shunda Idris alayhissalom Alloh taoloning buyrug'i asosida o'ziga ergashgan kam sonli odamlarni olib Misrga hijrat qiladi. Payg'ambarlar birodarlar Allohning buyrug'isiz hijrat qilmagan. Vahiy kelgan ana undan keyin hijrat qilishgan. Endi bir insonni boshiga balo keladigan bo'lsa, bu o'sha insonni bajarib yurgan amalidan, o'zidagi kibridan va manmanligidan bo'ladi. Tıpkı iblis kabi. Chunki shayton ham jannatda edi, lekin uni ichida kibr bor edi. Har bitta kulfat kelishidan oldin u ilohiy bo'lsin, dunyoviy bo'lsin, albatta ogohlikka chaqiriq bo'ladi. Mana Qobil zo'riyotlarini ham birodarlar Alloh taolo 1440 yil mobaynida o'zining muborak payg'ambarlarini yuborib ogohlikka chaqirib turdi. Payg'ambarlar inson farzandi bo'lib dunyoga keldi. O'zlarini ichidan, o'sha qavmdan bo'ldi. İnsanlar tushunadigan, inson tili bilan gapirib da'vat qildi. Va lekin bu sarkash qavm haddilaridan tobora oshgandan keyin Alloh subhanahu va taolo Idris alayhissalomga vahiy qiladi va Hazrati Idris yer yuzida, islomda emas birodarlar, yer yuzida ilk bora Idris alayhissalom otliqlardan tashkil topgan qo'shinni yig'ib jihad qiladi va yer yuzidan Qobil zo'riyotlarini tamoman tozalab qo'yadi. Idris alayhissalomni yer yuzida bajargan mardonavor ishlaridan bittasi xuddi mana shu ilk bor jihodni amalga oshirgani bo'lsa, undan tashqari Idris alayhissalom odamlar orasida birinchi bo'lib qo'liga qalam olgan va insonlarga yozishni o'rgatgan payg'ambar hisoblanadi. Hazrati Idris alayhissalom haqida muborak Qur'onning Anbiyo va Maryam suralarida qisqa oyatlar nozil bo'lgan. Endi qolgan ma'lumotlar esa bir-birini qo'llab-quvvatlab kelgan to'liq quvvatli sahih hadislardan to'plangan azizlar. Idris alayhissalom
insonlarga judayam ko'plab ham diniy hamda dunyoviy ilmni o'rgatgan. O'zlari yer yuzidagi eng birinchi faylasuf hisoblangan bo'lsa, ul zotni qilgan ishlari va aytgan gaplari butun insoniyatga ibrat va namuna bo'lib qolgan. Hamda birinchi marotaba tosh tarozi ishlatgan inson ham, o'simliklardan dori tayyorlab insonlarni davolagan kishi ham, diniy va dunyoviy ilmlarni bir-biriga qo'shib shogirdlariga o'rgatgan birinchi muallim ham Idris alayhissalom hisoblanadi. Idris alayhissalom davriga qadar birodarlar, odamlar hayvon terisidan kiyim kiyishgan edi. Endi Idris alayhissalom kelgandan keyin yer yuzida ilk marotaba qo'liga tikishni olib, kiyim tikkan payg'ambar ham, odamlarga kiyim kiyishni o'rgatgan rasul ham Idris alayhissalom bo'ladi. Bundan tashqari ul zot Allohga ibodat qilishda insonlarga o'rnak va namuna bo'lganlar. Bu insonni 4 kuni roza bilan, qolgan 2 kuni esa odamlarga aralashib yurish bilan o'tgan. O'zining zamonida Allohga ibodat qilish bo'yicha bu insonga teng keladigani bo'lmagan, judayam chiroyli sabr va matonat egasi bo'lganlar. Bunga hujjat qilib Alloh taolo Anbiyo surasining 85-oyatida Ismoil, Idris va Zulfikilni eslang. Bularni barchalari chiroyli sabr qiluvchilardan edi deya marhamat qiladi. Ul zotning vafotlarini ham birodarlar Alloh taolo o'zlariga xos bo'lgan muborak bir shaklda taqdir qilgan. Bunga hujjat qilib Qur'on oyatlaridan boshlaydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo Maryam surasi 56 va 57 oyatlarda aytadiki, yana ushbu kitobda, ya'ni Qur'onda Idris qissasini yod eting. Darhaqiqat u sadoqatli payg'ambar edi va biz uni yuksak maqomga ko'tardik deya zikr qiladi. Endi oyatda mazmunini eshiting. Rasulullohning sahobalaridan Ibn Abbos radhiyallohu anhu kunlarni birida, ey Ka'b, biz Idrisni baland darajaga ko'tardik degan oyatning ma'nosini qanday tushunishimiz kerak deb so'raganlarida, Ka'batul Ahror aytadilarki, Allohga ibodatda Idrisga teng keladigani yo'q edi. Hatto ba'zi maloikalar ham unga havas qilar edi. Idris alayhissalom har kuni namoz va rozadan keyin 12,000 marotaba Allohga tasbih aytar edi. Shunda Alloh subhanahu va taolo Idrisga vahiy qilib, ey Idris, sizni yashayotgan har bir kuningiz uchun hozir yer yuzida qancha musulmon bor? Ana shu insonlarni bir kunda topayotgan savoblari qancha bo'lsa, sizni o'tayotgan har bir kuningiz uchun o'shancha savob yozaman deya vahiy qiladi. O'sha vaqtda birodarlar Idris alayhissalomni hayotga bo'lgan ishtiyoqi oshib ketar ekan. Ko'proq yashab qolish maqsadida emas, ko'proq savob to'plab olay degan maqsadda. Va ana shu maqsadini ustida turib, o'ziga muqarrar qilingan farishtaga aytadiki, o'lim farishtasi bilan bir gaplashib qo'ymaysizmi? Menga teginmay tursin, yana ozgina savob to'plab olay deganlarida, haligi farishta, meni gapim Azroilga o'tmaydi-yu, lekin sizni u bilan uchrashtirib so'rab ko'rishimiz mumkin deb turib, Idris alayhissalomni qanotlarini ustiga mindiradida osmonga ko'tarib olib chiqib ketadi. Bular birodarlar 4-qavat osmonga yetganida qayergadir shoshilib ketayotgan o'lim farishtasi bilan yuzlashishadi. Va Idris alayhissalomni boyaga aytgan gaplari yod olinganida haligi o'lim farishtasi o'zi Idris qayerda deydi. Shunda boyaga farishta yelkasida turgan Idris alayhissalomni mana u deya ko'rsatsa, Azroil alayhissalom ajablanib turib, menga Alloh Idrisni jonini 4-osmonda oling deganida men hayron bo'lgan edim. Axir qanaqa qilib yerdagi Idrisni jonini 4-osmonda olishi mumkin deya deydi-yu va o'sha yerda, ya'ni 4-osmonda Idris alayhissalomni jonini oladi.
Rasululloh ham birodarlar Isro va Me'roj kechasi 4-osmonda Idris alayhissalomni ko'rgani va ul zot bilan salomlashgani sahih hadislarda zikr qilinadi. Payg'ambarlar haqida azizlar judayam ko'plab ma'lumotlar tarqalgan. Ba'zilarini hatto hozirgi kunda kinolarini ham ishlab chiqarishgan. Va lekin ming afsuski, dunyo qiyomatga qarab qadam bosib borar ekan, Allohning payg'ambarlari haqida ham insonlar har xil botil ma'lumotlarni tarqatib yuborishgan. Va lekin alhamdulillahi robbil alamin, Muhammad alayhissalomning ummati uchun Qur'on nozil bo'lgan va bu Qur'on barcha botil bo'xtonlarning yolg'on ekanligini isbotlab qo'ygan. Payg'ambarlar qissasi zikr qilinar ekan, agar qaysidir payg'ambarning ma'lumoti judayam kam bo'lsa, oxirgi yo'l bir-birini qo'llab-quvvatlab kelgan Isroiliyot manbasidan ishlatiladi. Va lekin buni ishlatgan vaqtida vallohi alam deya zikr qilinadi. Mana bunga misol Tavrotning ibtido kitobi 5-bob 9-betida Idris alayhissalom yer yuzida 365 yil umr ko'radi va undan keyin Alloh u kishini osmonga ko'taradi deya zikr qilinadi. Vallohi alam birodarlar. Bashariyat Hazrati Idris alayhissalomdan keyin insoniyatning ikkinchi otasi hisoblangan Nuh alayhissalomni yashaydi. Aqulu qawli hada astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va ma barakatuhu.